Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana men Xotin-Roq ko'rsatiladi. Bu kanalda ustachilik bo'yicha har qanday ishni o'zim yo'ldan o'rgatib boraman. Ya'ni bir ikkita video qildim. Bundan oldingi videomda kafel haqida, ya'ni dushovoy patron yasash haqida barchaga video qilganman. Va o'sha dushovoy patron yasagan xonamizga, uyimizga mana buni yasaganmiz. Endi mana shu uyning bitta, ikkita yo katta zal 3-chi va mana bu 4-xonasiga 4 ta xonaga naливной pol qo'yish kerak. Ya'ni 2 yil bo'ladi, 4 yil bo'lsa kerak naливной pol. Valini internetga yozsa chiqarib beradi. Naливной pol kelishmayapti. Mana bu stechka agarda peshik bo'ladigan bo'lsa yo qaysi tomonga sal o'ynagan bo'ladilar, stechkani yuz foiz o'rni berish qiyin. Buning ustidan laminat bo'lishi kerak. Laminatga tayyorlash uchun naливной pol qo'yamiz. Shuni naливной polni qanday qo'yish kerakligini video qilaman, ko'rsataman. Mana pol stechka qilingan. Stechkaning urvini anchagina qiyshiq. Hozir buni lazerda urganini ko'ramiz birinchi. Hozir gruntovka ishlari ketyapti. Albatta xonani naливной qilishdan oldin yaxshilab changdan tozalab gruntovka surtiladi. Gruntovkani ham 3-4 marta yaxshilab surtish kerak. Toki suv quyganda shimmaydigan bo'lguncha, yo'qsa naливной quyganda darrov shimib ketadi. Ichkaridan po'chalar chiqib naливной nima deydi? Po'cha paydo bo'lib qoladi. Juda ko'p. Gruntovkani farqi yo'q, qanaqa. Bizda mana bu eng ommalashgan gruntovka bo'ladi. Bu yerda men asosan shuni ishlataman. O'zini hech qanday suvga tayyorlamasdan o'zini ishlatsa bo'ladi. Suv aralashtirmasdan. Mana hozirgi urveni ko'rsataman. Lazer yondi. Urveni bu yerlari 1 santimetr bo'ladigan bo'lsa, mana bu xonani qaranglar. Bunlar 3 santimetr bor. Ko'ryapsizmi? Bu yo'q, ya'ni 2 santimetrda, bu yo'q, yana kattalashib ketgan. 4 santimetrgacha. Bilasizlar, ana shuni to'g'rilash uchun eng nol joydan lazerni urvenni olamizda naливной qo'yamiz. Bu tomonlar mana nol местami qarab yur. Lazer yerga tegib turibdi. Bu yog'i ko'tarilib ketgan, stechka cho'kib ketgan bu yoq yana. Bitta xonani urvenni ko'rasizlar. Bu yoq 2 santimetr. Boshi 0 ga teng, lazer tegib turibdi. Bu yoq yana 2 santimetr cho'kib ketgan. O'shani urvenda to'g'rilash kerak. Ham ikkita xona. Mana bu bitta xona. Va yana bu yog'i koridor va oshxona, kafel deyiladi, bu yoqqa shart emas. Mana hozir gruntovka ishlari ketyapti. Ikkinchi sloymi bu, birinchisimi? Ikkinchisimi? Ikki? Hozircha ikkinchi sloy ketyapti. Bugun gruntovkani surtib, tayyorlab ketamizda boshlaymiz xudo xolasa inshaalloh. Gruntovka naливной qo'yishni. To'liq hamma videoni qanday qilib yo'ldan nimalar qilish kerak, qancha suv qo'shish kerak, qanday tayyorlash kerak, hammasini qo'yish kerak, xullas o'rgataman. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Bu yo'q, biz yerdan qilamiz, sizlarga bu yerda 1 sekundda tirs o'tib ketadi videoga. Chunki montajda shunaqa bo'ladi. Xullas qara. Ancha katta xona, kvadrati ham ancha muncha bor. Yaxshi. Davom etamiz. Mana hozir naливной polda keldi, ya'ni qopdagi. Meshokda qopda bo'ladi, 30 kilolik. New Eller ekan bu. Premium line. 30 kilo tayyorlanishi. Mana shu 30 kiloligi 9.5 litr suvga tayyor bo'lar ekan. 5 santidan 10 santimetrgacha qalinlikda qo'ysa bo'ladi. 40 minutda qotadi 40 minutcha. Tak,
Nima nima bo'ldi asosan tayyorlanish. Motorga bitirib Twitterga 10 santimetrdan yoqqanda. Bir qop. Endi alyumin kiygan pol gruntovkani yaxshilab surtish kerak. Sizlarga sababini ko'rsataman. Bu yerga gruntovka surtilgan. Ekstra surtilgan, yana bitta surtamiz, suv quyamiz. Yutgani. Shunaqa holatga kelish kerak. Alyumin quyishdan oldin, chunki quygan vaqtida qurib ketmaydi. Bir xilda yoziladi. Agar bu yog'an alyumin quyilmagan, gruntovka qilinmagan. Ketdi, singib ketdi suv. Yo'q. Ko'ryapsizmi? Voy. Suv quridi bu yoq, ketdi. Bu tomondagi suv hali turibdi. Shunaqa bo'lish kerak. Gruntovka qilganda. Hozir buni ko'rsatilgandek 9,5-10 litrga tayyorlaymiz bir qopni. Bu alyumin quymoqchiydi-ku, nima qilyapti deb o'ylaydigan bo'lsalar, bu narsa kerak. Bunaqa sotiladigan bo'lishi mumkin, lekin bizga pul xarajat kerak emas, xarajat. Shuning uchun bunday yasaymiz. Samolyotlarga olib chiqamiz, yo'qotda tapishgan shunday maqsadimiz. Bu alyumin quyilganda orasida yurish uchun bunaqa narsa kerak bo'ladi. Oddiy osh kiyimni so'lib, alyumin boshqa vaqtda oyoq kiyim yopishtirib qo'yaveramiz o'qitda. Bunda bildirmaydi. Hop, darsini yasadik. Samolyotda o'tkazib olib, chiqoladi. Bemalol yuraveradi. Yasab olish kerak. Hop, bunday oyoqni qatib qo'yamiz. Tamam. Çak gidiyor. Yaşayan bir çak bu arada. Ne tayyor, men orasida bor olamız da. Nozik qadamlar bilan tap yuraveramiz. Mana. Osongina ikkita samolyot podvesini qilib qo'ydik. Yechib olib ko'rsam bo'ladi. Mana bizga yana kerak bo'ladi mana bunaqa katta idish. Birdan 4-5 xaltani tayyorlash kerak, kam tayyorlash bo'lmaydi. Suv, mana bunaqa valigi bor o'zini. O'zbekda sotar qanchadir ham arzon. O'shandan kerak bizda quygandan keyin tekslashga. Buni aralashtirish uchun mana bunaqa takoy bir mikser kerak bo'ladi. Katta. Ana o'zi kerak. Qo'lda aralashtirish qiyin, mikser yaxshi. Preparator ham juda qiyin. Yani dışkı birden 4-5 xaltani top tayyorlaymiz. Mana suvni soldik. 5 xaltaga tayyorlayapmiz. 5 xaltaga. 4ta. Yo'q, 4 xalta. Ha. 4 xaltaga tayyorlayapmiz.
Bunu uyarız mı? Kita bakayım. Tonda yük olur yani. Bu nerede? Odan tayyorluk kalamaz. Asta. Yok, burçaktan onları. Burçakı bağırtma ya. Yok. Bak nerede? Ulan sen ne yapıyorsun? Sen yapsan iyi lokal, o böyle olur. Bu duvar altına koymak var. Yani duvar altına bir tane var. Bu bizim var mı hocam? Yani bir tas atalım. Şu verdi. İşte. Arkadaşlar yoğurdu üstten. O'ychilar mesela o'zidan o'zi yozilyapti. O'zi o'zini urganda bir yoziladi. Xullas mana shu tartibda quyiladi. Oson mana. Deyarli yerimiz tayyor. Mana bu oyoq kiyim valik kerak bo'ladi. Shu hamma xona shu tartibda quyib chiqamiz. Shu bilan marinni boshida asosan nimalar qilish kerakligini aytib o'tdim. Bu narsalarni amalga oshirish kerak. Shunaqa. Bitta xonamiz. Evet, turmayapti. Endi stechka yorib bor edim, ichiga to'lyapti. To'lib ketadi. Shunday. Mana bu birinchi xonamiz. Keyin quryapti. Yeridan salkam ochib qo'ydi, что havo aylanishi kerak. O'yladi. Ama ikinci xonani hozir qo'yib oldik. Bu juda chuqur edi, lekin 4 cm bor edi o'zi. Tamam, ikkita xona bor. Obeddan keyin bu yoqqa bo'lsak, chetga ketyapti. Ha, böyle. Qo'ling qurma.